Bismillahirrahmanirrahim. Biz tünügün deb o'tganimizdek, biz hilm degan sifatni, ya'ni o'sha ochiqini bilib o'lish degan ikkinchi ma'nosini bugun so'zlaymiz. Tünügün deganimizga o'xshash bu hilm degan so'zning shu o'zini tutib olish, aql, farosat, ya'ni pishib yetilish degan ma'nolardan boshqa bugun so'zlaydiganimiz g'azabini bilib o'lish, ochiqini tutib olish. Qur'oni Karimda hammamiz şu Allah Teala'nın 99 isim sübütünün varlığını biliriz. Onun işi de birisi del halim degan sübütten ibaret. Bu halim deganning ma'nosi bendili Allah'ın ayeti g'azabini keltirdigan, ashunda ig'ir gunoh qilsa-mu, Allah ularni jazolashga oldirib ketmaydiganligini bildirdigan bir sübüt. Yani Allah halimdir degan vaqtda gunohkor bandalarni derhal o gunoh sodir qilgandan keyin jazolab etmasdan belki onun mühlet biridir. Yani Allah özünün g'azabini ochiqini tutib oldi degan ma'noda. Allah Qur'oni Karimda şu müminlarning sifatini sifatlagan nurg'un oyatlar bor. Yani şu oyatlarning ichida birisi şu. Yani şu taqvodor kishilar, yani muttaqilar, yani Allohdan qo'rqadigan, şu taqvodorlik sifatiga loyiq bo'lgan kishilar, qanday kishilar degan vaqtda ular o'sha kengchilikdimi va qisilchilikdimi Allah yo'lida pul mol sarf qildiganlar. Anandan keyin ikkinchisi vel kaziminal g'ayza. Ya'ni o'sha ochiqini yutadiganlar. Yani ochiq kelgan vaqtda o'sha ochiqini yutadiganlar. Anandan keyin kishilarni kechiradiganlar. Ya'ni o'ch elish qo'lidan keladigan turuqliq, ya'ni ularni afu qilib o'taydiganlar. Mana mushu kishilarning sifatini Allah bir taqvodorlikning sifati deb sifatlagan. Endi bu yerda men oyatning ichidagi mushu kaziminal g'ayz deganning ma'nosi, bu yerdagi g'ayz degan gap bu malqa ochiq g'azab degan gap. Ammo bu arab tilshunoslarining tushuntirishicha bu g'ayzning ma'nosi arab tilidagi g'adaba, ya'ni biz Uyg'urchada biladigan ochiqlanish, g'azablanishning farqli bir ma'noga. O qanday ma'no degan vaqtda g'ayzning ma'nosi o'sha ochiqlanishning eng dastlabki vaqti. Yani adam resmi ochiq qilnay deb shu ochiqqa o't olgan vaqtni g'ayz deydi. Shu oyatda shu ochiqini yutib ola oladiganlar deganning ma'nosi hatto ochiqini sirtqa ifodalamaydiganlar. Hatto chiroy ifodasida, harakatida va tilida sirtqa ifodalamaydiganlar. Ya'ni ochiqqa dal o't olay degan vaqtda darhol uni o'chirib ola oladiganlar degan ma'noda. Shunlashqa bu nuqul ochiqini tutib ola oladiganlar degan vaqtda bu biroz yani o Arapçadaki asli ma'ni to'liq ifodalanmay qoldi. İmam Ahmad raziyallohu anhuning şu Musnad degan hadis to'plamida bir mundaq bir hadis bor. Şu yutib oladigan narsalarning ichida Allohga eng suyumlik, Allah eng ko'p mukofot beradigan narsa dal g'azabdir deb shunday degan. Ya'ni nihoyatda bir xil majoziy ma'noda ifodalagan bo'lib bu yerda. Ya'ni inson ba'zi tomoqni yutib olamiz, ichimlikni yutamiz ya. Yani insan içki yutadigan narsalarning ichida Allah eng mukofot beradigan, Allohga suyumlik bo'lgan narsa dal g'azabidir. Ya'ni bu g'azabini yutib olish eng go'zal bir ishdir degan ma'noda shunday bir hadisni so'zlagan. Andan keyin bir qatim Payg'ambar alayhisolamning yangi bir aylan keldi, "Ya Rasululloh, sen menga yetadigan bir nasihat qilib qo'ysang" dedi. Shunda Payg'ambar alayhisolam unga "La tag'zab" dedi. Ya'ni buning ma'nosi ochiqlanma dedi. Shunda bu sahoba uni yetarli his qilmay "Yeni çoğu" dedi. "Yeni açıklanma" dedi. Üçüncü katım yeni dedi. "Yeni çoğu" degandan keyin Peygamber Aleyhisselam yine başka gap qilmasdan "Yeni açıklanma" dedi. Şundan o sahabe ha şu bütün bana deyilgan nasihat mush ekan deb o'ylab o sorundan ayrıldı. Yani belki biz bunda tasavvur qilsak xato emas. Şu sahabe belki huy peyli mijazi jihatdan ayeti tirikkek, açık yaman, o'zini tutib ololmaydigan bir sahabe bo'lishi mumkin. Şu sebepten Peygamberimiz ona atayın başka gapni qilishni o'rniga yani başka jihatda çatak yok. Yani başka işlerin ayeti joyida. Ama bu ochiqini tutib ololmaydigan bir ishi bor. Men dal mushu haqda nasihat qilay deb dal uning ojizlik nuqtasi to'g'risida mushu nasihatni qilgan bo'lishi mumkin. Endi biz yana o'sha halim degan so'zning so'z ma'nosiga qaytadigan bo'lsak, biz tunigun deganimizga o'xshash halim deganning aql farosat degan ma'nosi bor. Yani ochiqini tutib olish degan ma'nosi bor. Yani bir odamning aql ya emasligining muhim bir alomati uning dal shu g'azabi kelgan vaqtda, ochiqi kelgan vaqtda
onu tutuveriş iqtidori bilan ifodalanganligini ko'rsatadi. Masalan, bir odamning pishib yetilganligining, uning aql yoki emas ekanligining alomati, uning dal g'azibi, achchiqi kelgan vaqtda tutib ola olamdi yo'q. Mana mushu uning aql ekanligining bir alomati deb tushunsak xato emas. Shunlashqaligi bu arab tilida, o'sha oyat hadislarda ishlatilgan bu kalimaning ma'nosi nihoyat ko'p qirliq, ko'p qatlamliga ega. O'zi bir so'z bo'lgan bilan bu bir qancha ma'no ifodalaydi. Shunlashqa biz bu Uyg'urcha tarjima qilgan tushuntirgan vaqtda shu bir qancha so'z birikmasi bilan jumlalar bilan tushuntirishga majbur bo'lib qolamiz. Endi biz real turmushimizni qaraydigan bo'lsakmi amaliyotda, biz shu achchiqimizni tutib ololmaganligimiz sababidan, g'azabimizga hokim bo'lolmaganligimiz sababidan aslida nurg'un go'zal munosabatlarimizni o'rinsiz bir vaqirash bilan, o'rinsiz bir ig'iz so'z bilan, bir gap bilan vayron qilamiz. Ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabatlarda, do'stlar o'rtasidagi munosabatda, sheriklar o'rtasidagi munosabatda bir qatim hech qisi yo'q deb o'tkazib etsak bo'ladigan vaqtlarda o'tkazib o'tamaganligimiz uchun, tilimizga, harakatimizga hokim bo'lolmaganligimiz uchun asli musulmonlarning orasida barpo qilishga tegishli inoq bir munosabatni dal mushu illatimiz tufaylidan vayron qilib tashlaymiz va bu vayron qilinib bo'lgandan keyin buni qayta asliga keltirishga nihoyat kuch ketadi. Biz siratga qarab boqadigan bo'lsak, ya'ni Payg'ambar alayhisolamning butkul hayotiga qarab boqadigan bo'lsak, hech bir zaman Payg'ambarimizning o'zining shaxsiy adovat, ya'ni shaxsiy bir masalasi tufaylidan, masalan Makka mushriklari inson tilga bo'g'il bo'lmaydigan darajada zulm, aziyat yetkazgan vaqtda yoki Payg'ambarimizning ayollari Payg'ambarimizning nihoyat achchiqini keltirgan, g'azabini keltirgan vaqtlarda hech bir zaman Payg'ambarimizning o'zining xudini, huy paylini yo'qotmaganligini, o'zini tutib olganligini, g'azablanmaganligini ko'ramiz. Hatto Payg'ambar alayhisolamning bir qatim bir ishga sal achchiq kelib kulgan vaqtda bir sahoba Payg'ambarimizning o kulgisidan Payg'ambarimizning achchiqlanganini bilib qolgan. Ya'ni Payg'ambarimiz bu shunday kulgan vaqtda dal achchiqlanganini deb. Chunki nihoyat tushungachga. Nima degan vaqtda Payg'ambar alayhisolam achchiqi kelsimi bu achchiqini ifodalamaslik uchun uni kulgisi bilan yoshirishga tirishgan. Demek bir yerde achchiqlanishdan boshqa bu achchiqni yoshirishning nihoyat muhim bir fazilat, bir xislat ekanligini ko'ralaymiz. Bir qatim bir çelish maydonida biraylar hammalarni o'rvatdi chelishib. Shuning bilan sahobalar dediki, palon kishi nihoyat kuchli, nihoyat palvon ekan, bu hammalarni yiqitibdi degan vaqtda Payg'ambar alayhisolam, "Men sana uningdan kuchli bir odamni ko'rsatib qo'yayman." Deganki, "Ya Rasululloh, u kim?" degandan keyin, "Dal shu achchiqni yenga oladigan kishilar" degan. Ya'ni chelishib yenga olgan kishi emas, balki achchiqni yenga olgan kishi, hamma odamni o'rvatgan kishidan kuchli edi. Bunun bir qancha ma'nosi bor. Birisi achchiqni tutib olishning nihoyat muhim ish ekanligi. Ikkinchisi achchiqni tutib olishning nihoyat kuch talab qildiganligi. Unda bu kuch nima? Bir inson achchiqni kelgan vaqtda buni tutib ola oladigan kuch nima? Meningcha kuchli bir iymon va axloqiy tuyg'udan iborat. Endi iymon qanday narsa? Biz iymon deganimiz biz Allohga keltirgandan keyin, ya'ni Allohga o'zimizning ishonganligini, payg'ambarimizning payg'ambar ekanligini e'tirof qilgandan keyin qalbimizda hosil bo'lgan bir kuch. Ya'ni bizning qalbimizdagi bir qo'mondan. Endi biz inson bo'lib sifatimiz bilan ba'zimizning sal balduratchiq keldi. Ba'zilarimiz sal aldirang'i, ba'zilarimiz sal ezilangi, ba'zilarimiz sal to'la gap qilamiz. Deganga o'xshash xilma-xil ijobiy va salbiy huy payillarga ega. Bu huy payillarning ichidagi ba'zisi islom axloqiga uyg'un bo'lsa, yana ba'zisi islom ta'kidlagan axloqlarga uyg'un emas. Masalan biz oldingi qatim jiq so'zlaganimizga o'xshash, masalan, aldiraqsollikqa o'xshash. Masalan, bugun so'zlaganimizdek achchiqni tutib ololmaslik, ya'ni mijoz xarakterdagi bir xil terikkaklikka o'xshash. Mana bu shunday vaqtda iymondan iborat bu qo'mondan ana shu bizning islomga uyg'un bo'lmagan huy payllarimizga kishan soladi, uni boshqaradi. Bizning iymonimiz dal shu xil psixikalik o'zgarishlar yuz bergan vaqtda bizni boshqara olgan vaqtda anandagi bu iymon bizga asqatadigan iymon bo'ldi. Ammo bu ish yuz bergan vaqtda faqat asqatmay, hamma ish bo'lib bo'lgandan keyin anandan keyin qayta uyg'onib chiqsa, o vaqtda biz o'zimizning bu iymoniy kuchimizni bir munda qayta bir taroziga sepib beqishimiz va o'ylanib beqishimiz lozim. Nima uchun lozim chog'da yo'q bu? Ya'ni sening achchiqing kelgan chog'da tutib oladigan chog'da bu yo'q. Hamma ishni buzib bo'lgandan keyin paydo bo'lgan bo'lsa, biz o'zimizni so'roq qilishimiz lozim. Mendagi bu iymon menga lozim chog'da nima ketdi?
Masalan deyli biz bunda o'ylashimiz mumkin. Endi bu masalan o'sha ochiqini tutib ololmaslikqa o'xshash, aldiroqsallikqa o'xshash, nurg'un bu ishlar bizdagi tug'ma bir illatga, ya'ni tug'ma bir mijoz xarakter ekan. Bu tug'ma mijoz xarakterini Alloh bizga yaratib qo'yapti ekan. Shu bizning buni kontrol qilishimiz mumkin emas ekan deb o'zimizga o'zimiz taslalli berishimiz mumkin. Chunki inson ba'zida o'zidagi ba'zi illatlarni aqliylashtirib, o'moqlashtirib, uni to'g'ri o'ylab oldi. Masalan deyli, bir odamning qalbida sal kibrlik bo'lsa deyli, u boshqalarning ba'zi chaqchiqini ko'tarilmaydi. Yoki boshqalarga ma'lum bir yaxshi maqsadga yetish uchun chiroyli gap qilishga uning bo'yni unmaydi. Men ashuning yengi berib shunda gap qilam demadim. Shu bilan bu atrofdagilarga nima deydi? Mening mijozim sal nimroq ekan, yoki mening sal bo'ynim qattiqroq ekan. Men unda gap qilsam, boshqalar anda o'zimni tuvan qilolmaydi ekanman. Shu magapni ada siri degan bo'lsanglar deydi. Bu gap orqali nima demakchi? U o'zining qalbidagi asli haqliq so'rinlarni o'zini tuvan tutadigan yerda tutib ololmaydiganligidan iborat bu takabburligini, bu mening mijozimdagi mana g'ururimning kuchliligi ekan deb uni mana o'moqlashtirib o'ylab, xuddi uning o'zining go'zal xislatiga o'xshash unda aqliylashtirib oldi. Bu ko'pinchimizda bu bo'ladi. Bu nayt xatarlik bir ahvol. Shuning uchun bu masalalarda inchki bo'lish lozim. Biz Hazrat Umarning hayotiga qaraylik. Hazrat Umarni hammamiz bilamiz. Payg'ambar alayhisalom vaqtida ma'lum bir dinga xilof bir ish yuz bergan vaqtda Hazrat Umarning tunji inkosini va darhol ochiq qilib qo'ydi. Men buning kallasini kesib o'tay dedi. Ammo uni tutib olgan payg'ambarimiz bo'lganligi uchun yo'q deb uni to'xtatib qo'ydi. Hazrat Abu Bakr davrida Hazrat Umar nurg'un qatim shu g'azabi shu ochiq bilan ba'zi ishlarni qilib tashlamoqchi bo'lgan vaqtda Hazrat Abu Bakr uni to'xtatib qo'ydi. Ana shundoq nihoyat mijozi ittik, ochiq yomon bir odam bütün musulmonlar xalifa bo'lgandan keyin, ya'ni Hazrat Umarning xalifaligidan keyingi ishlarga qarab qo'yinglar. Hazrat Umarning qachon bir qatim ochiqining keyini kirib, g'azabining keyini kirib bir ish qilganligini ko'raymiz. O acaba ish qadamga aylanib qoldimi? U ish qadamga aylanib qolmadi. Hazrat Umar o'yladiki, Payg'ambar alayhisalom va Abu Bakr bu vaqtda ma'lum buni boshqarib turibdi. Endi buni boshqaradigan o'zimdan boshqa hech kim yo'q. Chunki men butkul musulmonlarning amiri, eng kattasi men maqomda. Ammo men o'zimni tutib olishim kerak deb o'ziga o'zi so'zlash, o'ziga o'zi nasihat qilish orqali aslidagi mijozini shu qadar o'zini besib oladigan holga yetkazdi. O'ylab boqinglar, masjidda so'zlab, shu mahrini muayyan bir miqdorga cheklamoqchi bo'lgan vaqtda bir ayol o'rnidan turib, "Ey Umar, sen xato deyapsan. Alloh bu mahrini cheklamagan yerda sening buni cheklashga nima haqqing va hadding" degan vaqtda Umar xatolashdi. Bu ayol to'g'ri dedi deb hech qanday chiroyini qizartib solmasdan buni qabul qildi. Bir qatim Umar roziyallohu anhu bir urushdan keyin bir tonni yepinib oldi. Shuning bilan sahobalardan ba'zisi so'radi: "Sen buni nereden topdin? Sen buni nereden topdin?" diye vaqtda buni Abdullah ibn Umar o'g'li bana hediye qildi degandan keyin Abdullah ibn Umar kelsin deb uni chaqirib akilib Abdullah ibn Umardan so'rab, "To'g'ri, men buni hediye qildim" degandan keyin, "Mani davlatning xazinasini elib olmabdi Umar. Mani o'g'li hediye qilibdi" deb mayli dedi. Ya'ni bir davlat boshlig'ini sahobalar shunda so'roq qilgan vaqtda Hazrat Umarning chiroyining o'nganligi to'g'riliq hech qanday rivoyat yo'q. Acaba ikkinchi bir odamga aylanib qoldimi? Unda bo'lmadi. Ya'ni bu Hazrat Umarning hayoti orqali men demoqchi bo'lganim shu. Agar siz kontrol qilay, men boshqaray desangiz qila olasiz demakchi. Men qilolmaydi ekanman degan bir katakning ichiga kirib olib, o'zingizning ba'zi islomga uyg'un bo'lmagan xuy-payllaringizni texmi kengaytirib etmang, yo'g'intib etmang demakchi. Hamda oxirida muhim savol. Unda da biz ochiqimizni besib olish uchun yoki yengish uchun nima qilamiz? Birinchisi, Payg'ambar alayhisalom bir hadisida g'azab shaytondandir degan. Ya'ni ochiqlanish shaytondandir degan. Unda da shaytonning vasvasining oldini oladigan tasbihimiz nima bizning dinimizda? A'udzu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Shu birinchi usul, ochiqimiz kelgan, g'azablangan vaqtimizda darhol Allohga sig'inib shaytondan panohlik tilash. Ikkinchisi, Payg'ambar alayhisalom aniq hadisda ko'rsatgan, ochiqlik kelgan vaqtda tahorat ilib olinglar degan. Tahorat ilib olinglar degan. Yine şeytan o'tdan yaratilgan tahorat elish orqali o'tning qizig'ini sovutinglar.
Üçüncüsü, o'xshashda payg'ambarimiz hadisida achchiqlik kelgan vaqtda uri to'g'an bo'lsanglar o'ltiribanglar. Agar o'ltirug'liq bo'lsanglar yetibanglar degan. Mushu usullarni sinab baqsanglar bo'ldi. Endi to'rtinchisi, agar siz achchiqlangan vaqtda mumkin qadar sizni achchiqlatgan shu yip uchi va shu so'rindan ayriling. Achchiqlangan vaqtingizda gap qilishdan va bir ish qilishdan saqlaning. Chunki u vaqtda siz gap qilsangiz, shu aqlingiz to'silib qolganligi uchun demaslikka tegishli gapni deb tashlashingiz, qilmaslikka tegishli ishni qilib tashlashingiz mumkin. Endi 5-inchisi, g'oyat muhim nuqta. Qalbingizdagi kibringizni yo'q qiling. Amaliyotda biz tegi taktidan o'ylanib baqadigan bo'lsak, bizning nurg'un achchiqimiz, g'azabimizning tegi taktidan nima yotadi? Bizning kibrimiz yotadi. Bizning takabburligimiz yotadi. Chunki biz bir odamning gapini yutanmagan vaqtimizda, bir odamning qiliqini qabul qilinmagan vaqtimizda qanday o'ylaymiz? U kimdi menga bunda deydigan? U kimdi menga bunda qiladigan? deb u bizning g'ururimizga atalmış. İçimizdeki şu Türkçe ego deydigan gap bor, yani Türkçe emasam da inglizchadan kelgan. Yani şu yerimizga tegib ketganligi uchun g'oyat achchiqlab ketamiz. Amaliyotda u achchiqlagan gap, bizni achchiqlatgan ishning g'oyat eg'irligi, g'oyat kuchligidan emas, biz o'zimizni g'oyat yuksak bir maqomga allburun qo'yib bo'lganligimiz uchun biza qarashlarning gap so'zlari bizga nisbatan favqulodda g'ururimizga tegadigan bir gapga aylanadi. Acaba şu gap acayip g'ururimizga tegadi. Men bir misol olay. Bulup mu Uyghur reallıqları intayin köp. Sizden bir dostunuzun nasihati sizge nayet egri kelidi. Çünkü siz qanday o'ylaysiz? Men bunun bilan kichikimdan boshlab birga o'ynagan tursam, o'xshash cho'ng bo'lgan tursak, heliqi paloni shu tursa, uning teqi menga uni qiling, buni qiling deydigan nimasi bor deb o'ylaganligingiz uchun sizga o'xshash do'stingizning normal nasihati sizga egri keldi. Ammo o'xshash ashu gapni, ashu jumlani agar boshqa birisi desa, yani do'stingiz emas, yoki bir ustoz desa, yoki cho'ngroq bir odam desa, yoki boshqa millatdan bir aylan desa shu, unda achchig'ingiz kelmaydi. Nimishqa? Gap o'xshash, nasihat o'xshash, hatto sababi o'xshash bo'lishi mumkin. Nima deb o'xshash bir so'z ikki odamdan kelsa, sizning birisining achchig'ingiz kelsa, yana biri kelmaydi. Bizning bu inkas qaytargan qalbimizning mexanizmi bilan munosabatlik. Hamda 6-inchisi, buna ait muhim bir nuqta. Bizning nurg'un g'azablarimiz, bizning tushunchalarimiz, ko'z qarashlarimiz bilan munosabatlik. Masalan, biz ba'zi vaqtda bolalarimizning ba'zi qiliqlarini qat'iy qabul qilmaymiz. Masalan, biz buningga topshiriqni chiroyli yozgan bolam dedik bugun. Ammo bolamiz topshiriqni aytsa-mi chiroyli yozmay, radsiz yozdi. Bolam, chiroyli yozdi dedim deymiz. Yani aytsa-mi chiroyli yozmadi. Yine o'xshash sat yozdi. Shuni biz 3-kuni nayt açıqlaymiz. Sen mening gipimni qasdan anglamayapsan. Sen men bilan qirishayapsan deb texim açıqlab ketamiz. Biz o'ylaymiz, bolam xatni sat yozganligi uchun mening achchiqim keldi deb o'ylaymiz. Amaliyotda tigi takdidini aytganda bizning achchiqimizni keltirgan narsa bolamizning xatni chiroyli yozmaganligi emas. Bizning achchiqimizni keltirgan narsa bolam men bilan qirishayapti degan tushuncha. Agar biz uni bolam men bilan qirishayapti deb o'ylamasak, unchalik achchig'imiz kelmaydi. Ammo biz uni unda o'ylaganligimiz uchun. Yani bolamizning niyati chataq. Bolamiz qasdan men bilan qirishayapti. U texi 13-14 yoshga kiribla texi menga bunda qig'idak bo'lib qopti. Yani meni ko'zga ilmaydigan bo'lib qopti degan tushunchalarimiz sababidan bolamizning normal inkasi bizga nisbatan bizni chang'ishtiradigan bir ishga aylanib qoldi. Yana bir misol. Masalan deylik, bir do'stimizga uchur qildik. Bu WhatsApp'tan bu uchurni ko'rgandan keyin vaqtida javob qaytarmadi. Biz 5 minut saqlab beqib, 10 minut saqlab beqib, yarım soat bo'lgan vaqtda biz qanday o'yg'onlarga kelishga boshlaymiz? Uchurumni ko'rib turib javob qaytarmagiday bulab ketdi. Kimda o? deymiz. Bir soat javob qaytarmagandan keyin xat deymiz. Yoki texim chiqimiz keldi. Yani biz onun derhal onun niyetiga hüküm qilishga boshlaymiz. Yani yo'g'inab qopti, mo'chilik qilib qopti. Hiçbir zaman belkim aldirash bo'lishi mumkin.
balkim heliroq qaytirib qilishi mumkin degan o'ydan bekroq biz uning niyatini chuqum chataq deb o'ylagan bir tushuncha bilan fikr qilishga boshlaymiz. Shuning bilan uchurni qaytirmaslik yoki ko'rib turib qaytirmaslikdan iborat bir normal bir ish bizning nazarimizda bizning nihoyat g'azabimizni keltirgan, achchiqimizni keltirgan bir ishga aylanib qoldi. Endi yana cho'roq bir misolni oldi. Ma'lum bir tashkilot, ma'lum bir kunlikda namoyishga o'rlashtirdi. Undan keyin ertasi yoki bir soat keyin ya uqtirishda yana bir tashkilot shu o'xshash vaqtda yoki baldurroq yoki keyinroq o'xshash bir ish uchun bir namoyishga o'rlashtirdi. Shuning bilan dastlabki tashkilot qanday o'ylaydi? Dastlabki tashkilot namoyishni tashkillovchilar ama keyin kelning niyatini chataq deb hukm qildi. Ular bek achchiq yeb ketishlik sababi ular namoyish qildi deganga achchiqlab ketmaydi. Ular biz bilan to'hfa talashib turib, ular qasdan biz bilan qirishib, bizning qiladiganligimizni bilib turib, deb ularning niyatini nihoyat inchki operatsiya qilganlik uchun kichkina bir namoyish yana bir tashkilotni butunlay dushman o'rniga qo'yib turib o'ylash qadar elib bordi. Shuning bilan bu qanday hukm gapirdi? Buni mushunda qilgandan qolganda, buni Xitoyning adimi hatto. Nihoyat tez deyalaymiz buni. Bu qalpoqni nihoyat tez kiygizaymiz. Chunki dunyoda bizning niyatimiz ham go'zal. Bizning ham eng pokiza. Boshqalarning niyati chuqur chataq. Biz ashunda o'ylagan vaqtimizda shu bizning achchiqimiz keladigan nurg'un ishlarning sababi shu. Psixologiyada hammamizda bunday bir moyillik bor. O'zimiz bir xatolikni sodir qilsak, bu tashqi sababdan bo'lgan. Boshqalar bir xatolikni sodir qilsa, u uning xarakteridagi bir ojizlik deb o'ylaymiz. Masalan, birisining uyiga bordik, uning uyi qalaymaqanroq bo'lsa, paloni hajab qalaymaqan deymiz ichimizda yoki g'ayrat qilg'imiz kelib qolsa boshqalarga. Ammo o'zimizning uyi qalaymaqan vaqtda qanday o'ylaymiz? Men bek aldirash bo'lg'achqa tozlik qilishga vaqtim yetmadi deb o'zimizning qalaymaqanligi tashqi sababdan bo'lgan. U bizning xarakterimizdagi masala emas. Ammo boshqalarning o'xshash xatoligi u tashqi sababdan bo'lmagan, uning xarakteridagi bir ojizlik deb manda hukm qilamiz. Shunga bizdagi butkul insonlardagi bu psixologiyada bunda isbotlangan narsa. Bu misol sil qaytib qolgandan keyin hammanglar mushu xil masalalar haqida o'ylanib baqsanglar bo'ldi. O'xshash bir xatolikni men sodir qilgan vaqtda nima uchun men nayt o'maq? Ya'ni men nayt to'g'ri. Ammo o'xshash xatolikni boshqalar sodir qilgan vaqtda nima uchun u boshqalarning xarakteridagi bir ojizlikqa yoki xatolikqa aylanib qoldi. Biz mana mushu xil fikr qilish usulimizni, tushunchamizni isloh qila olgan, o'zgartira olgan vaqtimizda nurg'un urunsiz achchiqlanish, g'azablanishni bo'shkida tunjuqtira olamiz. Mesela assalomu alaykum deb birisi bilan kurashdik. Qo'limizni chimroq siqmasa, eng aqallisi deydi. Ba'zi g'ujjid bo'lishimiz mumkin. Meni hurmat qilmag'achqa bunda tutib qo'ydi deb o'ylaymiz. Agar bu og'inimizning xuyi shundaroq ekan desak navoda achchiqimiz bo'shroq keladi. Ammo uni biz o'zimizning hurmat qilish qilmasligiga bog'lab, ya'ni uning niyati chataq deganga bog'lagandan keyin nihoyat oddiy bir ish bizga nisbatan bizning nihoyat g'ururimizni dafsanda qildigan, onun nihoyat haqavurligini ifodalaydigan bir ishga aylandi. Shu nurg'un narsa tashqi dunyoda yuz bergan ishlar emas. Balki tashqi dunyoda yuz bergan ishlarni bizning qalbimizga, tarozimizga qanday solganligimizda. Shunlashqa xos sirtda nima ish bo'ldi degandan bakroq bu sirtdagi ishni men qaysi tarozi bilan o'lchayapman. Biz mana mushuni analiz qila olsak ba'zida biz nurg'un urunsiz achchiqlanish, g'azab, ko'ngilliroqlarni bu ishkida oldini ola olamiz. Shunlashqa bugungi kunda bütün dünyadaki Müslümanlarla emas, belki şu Müslümanların içindeki biz Uygurlar belki tarihten bu yana en inak ötüşke tegişlik, ittifak ötüşke tegişlik, qarindoshlik munosabatni barpo qilishga tegishli bir davrda yashayapmiz. Bir xislatning har bir davrda bunda favqulodda ahamiyati bor. Ba'zi vaqtda ba'zi xislat alayda muhim bo'lishi mumkin. Ammo ba'zi vaqtlarda, bugungi Uyg'urning realligida va inoqlik, ittifoqlik da farz ayn darajasiga ko'tarilgan bir amal. Bununla hech qanday bir bahane sebep bilen, u unda qilibdi, itibab degan sebep bilen bizning buzg'unchilik qilish haqqimiz yo'q, haddimiz yo'q. Mana mushuni buzadigan eng muhim sebeplarning biri shu. Achchiqni tutanmaslik, achchiqni boshqarolmaslik, hatto achchiqni to'g'ri deb o'ylab olish. Shunlashqa Alloh hammamizni shu halim degan sifatga, ya'ni achchiqni tutib ola oladigan bir farosatga ega
müminlerden buluşqa nasip qilsin. Chunki bu xislatni bayon dedik. Allah Qur'oni Karimda bizni osmon va zaminda kenglikka ega jannatga boshlaydigan bir muttaqilikning bir sifati deb tasvirlabdi. Allah hammamizni ochiqimizni tutib ola oladigan qilsin.